Odamlar bor, mehnat qiladi. Bola chaqam bu narsa qilib olay deb turib, yaxshi kiymaydi, yaxshi yemaydi, o'ziga qaramaydi. Ertaga bolalarim oyoqqa tursa, bolalarim rohati bilan yuraman deb. Lekin 60 ga yetib yetmasdan o'tib ketib qoladi. Qilgan mehnatini, rohatini ko'rmaydi. Tarbiya qilgan farzandlar endi oyoqqa turganda o'tib ketib qoladi. Shuning uchun mana safimizda yoshi ulug' otalar, nafaqa yoshidagilar, 70, 80, 80 dan oshgan mana otalar, sizlar Allohni suygan bandasiz. Banda qilgan mehnatini, rohatini ko'rish, tarbiya qilgan farzandlarining ardog'ida yurish, keksalik gashtini surish, bu nuroniylik yoshiga yetish, bu hammaga emas. Va mana shu yoshga yetish faqat sababi sog'ligini e'tibordan emas. Oralarimizdagi yoshi ulug' otalar, onalarimiz bunday tabarruk yoshga yetishini sabablari yana boshqa sabablari bor. Ota-onaga qilingan xizmat, zaif nochorlarga qilingan ko'mak, ustozlar, ulug'lardan olgan duolarimiz, qilgan yaxshi amallarimiz umrimizni ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi.